Dostlar, endi mana bizning yangi yil kishlari ko'pdan kelib jerga tiyish. Biz endi mana bugun hali 26-dekabrgina. Mana bilasizmi, sen oq yulduz qizim 28-dekabr kuni Idil tungi klubida nindi diskoteka bo'lganin. Yo'q, bilmayman, aytaylik. Bilasizmi, anda narsa bo'la? Anda yangi yil kishi bo'la. Onda bir mishok bo'laklar bo'lacak, ema? Qish babaydan. Men tagi snegovikdan deb o'ylagan. Hamramda qara, narsa deb yozilgan. Qish babay bo'ladi degan, shular bit. Ham qor qizlar degan, demak birovgina tugul. Anaga birovgina tugul. Ham shular qish babay bo'lacak Did Moroz, bo'lacak Santa Claus, ko'rdingizmi? Endi Yiroq Amerikadan da shuni Idil tungi klubuna chaqirganlar. Bunday Santa Claus bir nindi diskotekada bo'lmayacak. Yana qish babay bilan Did Morozni chaqirgan ekanlar, Santa Clausni yo'q. Shulay endi bizda bularga tegish bizning Totar estradasining eng yoqti yulduzlari bu yomon ichida. Kimlar ekanini biz ko'rib bitira olmaymiz. Ular bir ko'p bo'lacak bo'lgan. Ham do'stlar, eng muhimi bugun Totar yangi yili turida 28-dekabr kuni klip tushirashaklar. Shunga ko'ra do'stim, sen Kilerga tiyish. Sen shunda yoqti etib kiyinirga tiyish. Seni bilan ayttirib rejissyor keladi deganda tak, qaya bitinigiz, ketigiz hali. Mana bu yoqti qizni men tushiram, ham sen mening giroyinim bo'lasan deb. Narsa uning karyerasi o'sib ketadi. Anasin ol Miss Mira bo'la 2013dan. Shulay do'stlar, bularga tiyish online foto express narsa ekanini bilasizmi sen? Oq yulduz qizim. Oy, olmaz babay, bilmayman endi. Avvalo men senga anglatam. Endi u mana seni kartochkaga tushiradi. Degan fotograf. Bulay turib chiqib ketib tushiradi, ayni. Ondan so'ng sening yoqimli yuzing ana deganda DJlar ustida zo'r ekranga chiqacaq. Shulaymi? Shunga ko'ra yilmayib tusharga tiyish. Endi do'stlar, sen qizlarga bilan bir muhim bundan 11-yortaga qilib Kuru, bu Şulay yok. Sen endi studiyaga bo'lsa, sen 150 so'm to'lay ko'rasan. Endi yigitlarga ol 100 so'm studiyak bilan, avval 150 so'm. Do'stlar, sizni 28-dekabr kuni tungi Idil klubida Kuray Magadens yangi yil diskotekasida kutib qolamiz. Sizning adresi anim Qozon shahari. Frunze Dom 5, shulay bit, 5-yurt. Ham endi bizning olishtirmas yaxshi DJlarning eng yaxshilari DJ Ali ham DJ Liu bo'lacak. Do'stlar, sizni kutib qolamiz 28-dekabr kuni Idil tungi klubida. Oq yulduz bilan bizda onda bo'lacakmiz. Обязательно bo'lacakmiz. Ham endi bo'laklar to'ratashamiz. Balki. Ham endi do'stlar, Totar qizlari degan safar turkumidan jir sizga do'stlar. Totar snegurочкаларына bag'ishlangan. Idil tungi klubi 28-dekabr Kuray Magadens yangi yil. Hey!